ko'pchilik marafon tanlashda eng katta qiladigan xatosi marafon narxiga e'tibor berish va boshqa hech narsani inobatga olmaslik. Bu katta xato hisoblanadi. Kelinglar, men sizga oliy ma'lumotli dietolog sifatida marafonda qatnashishdan oldin nimalarga e'tibor berishingiz kerakligini tushuntiraman. Birinchi o'rinda u marafonni kim o'tkazyapti? Oliy ma'lumotli dietologmi yoki blogermi? Oddiy misol, chunki hozirgi kunda blogerlar ham ozib, har xil marafonlar o'tkazishyapti. Bilib olinglar, qanaqa ma'lumotga ega u inson. Ikkinchidan esa uni yo'nalishi, qaysi yo'nalishda sizni ozdiradi? Tibbiyotda isbotini topganmi yoki isbotini topmaganmi? Chunki tibbiyotda isbotini topmagan dieta turlari bilan to'g'ri faqatgina marafonda ozasiz, undan keyin qayta semirib ketib, tanangizda turli xil yetishmovchiliklarga uchrab qolasiz. Undan keyin dietologning sizga berayotgan va'dasiga e'tibor bering. Va'dada birinchi o'rinda mana buncha ozasiz deyilyaptimi, undan sekin qochganingiz yaxshi. Chunki hech qaysi insonni